Bu gapim shogirdlarga yoqmaydi. Shogirdga pulni va'da qilish kerak emas. Shogird pulga va'da qildingizmi, bu eng katta usta tarafdan yutqazuvlik bo'ladi. Chunki shogirdga pulni va'da qilasiz, 3 oydan keyin oshishini kutadi. Ish sal sekinroq qilaman, yana qo'shiladi deydi. Eng zo'ri pulni va'da qilmang. Pulni va'da qilmang, mayli yo'l kira. Ota-onasiga talab qo'ying, bolayni menga omonat beryapsan. Omonatini topshirish uchun xohlasam uraman, xohlasam so'kaman, xohlasam haydab yuboraman. Har bitta xatosini to'g'ri qabul qiling. Chunki biz ham xato qilganmiz, hozir ham xato qilamiz, joyi kelsa, hozir ham biz shogirdmiz-da. Anu shogirdning oldida hech qachon katta tushib, yana bitta eng shogird ushlash uchun eng zo'r maslahat, ko'p ustalarni eshitganman, ko'rganman. Uy egasi qanaqadir ayb topib gapirsa, uy egasini oldida shogirdiga baqirib, qo'pol-mo'g'ul qilganlarni ko'rganmiz. Shu shogird sizga tezdan keldimi, bo'ldi, uy egasini oldida ayb bo'yningizga oling. Chunki shogirdni kontrol qilmadingiz, to'g'ri tushuntirmadingiz, bu ayb sizniki, shogirdniki emas. Ana o'shanda siz xohlagan shogird chiqadi.